oq rangdagi muhimi baslari juda ham zo'r eshittiradigan kolonka qidirib yurgan bo'lsangiz, bugun sizlarga Fender, ya'ni FND firmasi tomonidan ishlab chiqarilgan R40 deb nomlangan kolonkani obzorini boshlaymiz. Buni oq va qora ranglari bor. Bizda ko'rib turganimizdagi kolonkamiz haqiqatda ancha katta va bahaybat desak bo'ladi. Bunga sabab ham o'zi kolonkamiz umumiy sizga beradigan kuchi 60 watt hisoblanadi. Ya'ni har bittasi 30 wattdan umumiy 60. Ana endi mana shu joyda e'tibor berishimiz kerak bo'lgani, bizda bu pastki qismidagi dinamik 4 dyumda hisoblanadi. Pishalkasi bizda 1 dyumda. Aynan pishalkasi orqali sizlar yuqori chastotalarni eshitishingiz mumkin bo'ladi ovozda. Pastdagi dinamik orqali biz ham o'rta, ham past chastotaga ovozlarini eshitishimiz mumkin bo'ladi. Bu kolonkamiz o'zi korobkasiga ham yozib qo'yilgan, ya'ni asosiy e'tibor past chastotaga e'tibor qaratilgan. Ya'ni sizlar ko'proq basli ovoz eshitish yoqtirsanglar, ushbu kolonka sizlarga bemalol mos keladi. Ushbu kolonkamiz studiyalar uchun mo'ljallanmagan, sababi studiyaga ulash uchun TRC yoki XLR'lar yo'q. Ya'ni uy sharoitida ishlatish uchun kompyuter, telefon, planshet, hattoki eski o'sha CD, DVDlarga ulash uchun mo'ljallangan. Bunga sabab birinchi galda bizda optikal kabel orqali ushbu kolonkani biz ulashimiz mumkin. Birinchisi, ikkinchisi biz birga o'sha 3,5 mm standart audio jack orqali ushbu kolonkani ulashimiz mumkin bo'ladi. Undan keyingisi Bluetooth ham bor, lekin korobkasiga Bluetooth to'g'ri 2 deb yozib qo'ygan, lekin rasmiy saytda yozilishicha ushbu kolonkamiz o'zini Bluetooth versiyasi 5.0 ekan. Va 4-chi ulashimiz mumkin bo'lgani bu bizda oddiygina o'sha fleshkaga ham audio tashab qo'yib, bemalol fleshkani ulab, fleshka orqali ham eshitishinglar mumkin bo'ladi. Bu ham bitta qaysidir ma'noda qulay tarafi. Internetda ko'rib hayron bo'lgandirsizlar. Nimagadir buni oldi qismi yopiqda, lekin videoda ochiq turibdi deb, mana bunaqangi o'zini maxsus pardasi bor desak bo'ladi. Xuddi pardaga o'xshash, ya'ni oldi qismini yopib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni uy sharoitida ishlatishga olayotgan bo'lsanglar, bu sizlarga juda ham qo'l keladi. Sabab shalkasini ko'p holatlarda bolalar tegib buzib qo'yishadi va keyin ovozlar g'alati eshitilishi boshlaydi. Ya'ni o'rta chasta baslar eshitiladi. Ya'ni ovoz odam haqiqiy, ya'ni baland gapirgandagi ovozlari uncha eshitilmaydi. Pishalkasi ketib qolsa, shuning uchun bunaqangi o'zini himoya vositasi bor. Shuni taqib qo'ysanglar ham bo'ladi mana. Xohlasanglar olib tashlaysizlar, xohlasanglar taqib qo'yishinglar mumkin. Ya'ni qanaqa holatda ishlatish sizlarni o'zingizlarga bog'liq. O'zi qadoq tarkibidan bizda o'zini olinmaydigan mana pitaniya kabel, ya'ni asosiy hisoblangan o'ng tarafdagi kolonkamizdan o'rin olgan ikkita kolonkani ulash uchun mana konnektor kabelimiz va AUX'imiz bor. Eng muhimi esa ushbu kolonkamizdan o'zini pulti chiqadi. Pult orqali deyarli hamma narsasini biz nazorat qilishimiz mumkin. Sal turib pultini nastroykalarini tushuntiraman. Ana endi asosiy hisoblangan o'ng kolonkamizni orqa qismiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, nimalar o'rin olganimizda ovozni past baland qilishimiz mumkin. Ya'ni AUX porti turibdi, ya'ni 3,5 mm audio jack, undan keyin USB 3 fleshkani ham o'qiydi, ya'ni USB 3 porti bor va undan keyin boyaga aytganimiz optikal kabellarni o'sha portda va burchakdagi mana pastki qismida o'chirib yoqish knopkasi bo'lsa, bu ikkinchi kolonkaga ulashimiz uchun o'sha konnektor porti. Bo'ldi va bizning kabelimiz. Ya'ni juda ham oddiy, qulay. Ushbu kolonkani Edge'da ikki xil rangi bor, oq va qora ranglar bor. Qaysi rang sizga ma'qul kelsa, o'shanisini xarid qilishingiz mumkin. Endi men ko'proq hozirgi kunda oq rang trend bo'layotgani uchun ushbu oq rangdagisini obzor qilmoqdamiz. Ushbu kolonkamizni ovozida test qilib ko'rgan videomizni ham ko'rishingiz mumkin, lekin shuni unutmanglar, bizda u ovozni mikrofonga yozganda mikrofonni ham bu chiqarayotgan ovozni yozib ola olmasligi mumkin. YouTube'ga qo'yganimizda uni ovoz sifati yana ozgina pasayadi, ya'ni YouTube videoni siqadi va bir shuni hisobiga ham 2-3 baravar yo'qolgan sifatdagi ovozni eshitasiz, lekin haqiqiy hayotdagi ovozini buni faqat o'zini ishlatib ko'rib bilsanglar bo'ladi. Taxmin taqqoslashinglar uchun Edifier MR4 dan ancha kuchliroq bo'lgan basga ovozga ega bo'lgan kolonka hisoblanadi. Studiya uchun lekin mo'ljallanmagan. Shu joyni e'tiborga olinglar. Ya'ni ovoz yozish studiyasi uchun mo'ljallanmagan montaj studiyalarga bemalol ushbu kolonka mos keladi. Bizda bu o'chirib yoqish knopkasi bo'ladigan bo'lsa, ovozni bezuk qilib qo'yish, bu plus minus ovozni past baland qilishimiz.
fleshka orqali ishlatgan paytingizda audioni pauza qilish, keyingisiga yoki undan oldingisiga o'tkazish knopkalari hisoblanadi bular. Hop, bundan keyingisi boyaga biz aytgan har xil rejimlarni nastroyka qilishingiz mumkin. AUXni bossak, AUXga o'tadi. Opticalni bossak, optical kabel bizda rejimiga o'tadi. Bluetooth bossak, Bluetooth. USB ni bossak, shu fleshkani o'qishni boshlaydi. Hop, bu yerda treble va bass deb yozilgan joy bor. Bassni bitta bosib, plus minus qilish orqali past chastity degani bass beradigan ovozimizni, ya'ni bass qo'shishimiz mumkin plus minus bosish orqali. Treble bosadigan bo'lsak, ovozimiz baland chastitydagi, ya'ni ko'proq odam ovozini plus minus qilib qo'shishimiz mumkin, ya'ni yo baland chastitani qo'shishimiz mumkin yoki past chastitani aynan mana shu knopkamiz orqali qo'shishimiz mumkin bo'ladi. Shaxsan meni fikrimni so'raydigan bo'lsanglar, men 5 dan ushbu kolonkaga to'g'ri 6, to'g'ri 7 talar qo'ygan bo'lardim. Albatta, bunga sabab bu kolonkamiz ko'proq e'tibor bassga qaratilgani uchun baland chastitadagi diapazonni sal yetkazib berishda muammolari bor. Boyagi aytganimdek, buni studiya kolonkalar bilan taqqoslab bo'lmaydi. Asosan kompyuter, planshet, notebook yoki o'sha CD, DVD qurilmalarga ulab ishlatish uchun muhimi chiroyli dizayn, ancha katta va baquvvat ko'rinishdagi kolonkamiz hisoblanadi. FND yoki Fender brendini bilmaydigan bo'lsanglar, men shaxsan o'zim 10 yildan beri ishlatadigan bitta modeli bor, A510 degan. Hali ham juda ham zo'r ishlamoqda. Shuning uchun aytaman, bu ham Edifier singari o'rta qatlamdagi juda ham yaxshi kolonkalar ishlab chiqaradigan brend hisoblanadi. O'ynash, misol uchun Counter 1.6, Dota yoki Call of Duty'ni oldingi variantlarini o'ynamoqchi yoki PES kabi futbol o'yinlarini o'ynamoqchi bo'lsanglar, mana shu istalgan kompyuter uchun kerak bo'ladigan barcha qurilmalarni Edge do'konlari orqali xarid qilishingiz mumkin. Videoga like bosish, yaqin do'stingizga yuborib qo'yish esdan chiqmasin. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha.